Taloqdan keyingi 3-chi hayz kechikib ketsa, iddatni tamomlash. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning bir qarindishimiz eridan ajrashib ketgandan keyingi ikkinchi qatimliq hayzdan keyin 3-chi qatimliq hayz kelmay 55 kun o'tibdi. Bundaq ahvol ostida iddatga qanday hukm qilamiz? Uning iddati to'shqan hisoblanamdi yoki 3-chi qatimliq hayz kelguncha davomli saqlamdi? Bizga mushu to'g'risida tushuncha berib, bu ishni qanday bir taraf qilishimizga yordam qilishingizni umid qilamiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hayz ko'radigan ayol taloq qilingan ahvolda iddati to'liq 3 hayz bo'ladi. Kun yoki oy bilan hisoblanmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda taloq qilingan ayollar 3 hayz kutib turadi degan. Bu hayz ko'radigan ayollar haqidagi oyat. Buningga asosan taloqdan keyin 2 hayz ko'rgan bo'lsa, toki 3-chi hayzni ko'rib, uningdan pok bo'lguncha iddatdan chiqmaydi. Buningga asosan taloqdan keyin 2 hayz ko'rgan bo'lsa, toki 3-chi hayzni ko'rib, uningdan pok bo'lguncha iddatdan chiqmaydi. Hayzning benormal bo'lishi iddatni to'liq tamomlashdan to'sib qolmaydi. Undaq bo'lgan ekan, bu ayol 3-chi hayzni kutib turishi lozim. Agar 3-chi hayz bakli kechikib ketsa, oxirgi kelgan hayz to'xtagan kundan tartib 1 yil o'tsa, andan hayz iddati to'shqan bo'ladi. Bir kishi ayolini taloq qilib, 1 yoki 2 qatim hayz ko'rgandan keyin hayz kelmay qolgan ayol to'g'risida Umar roziyallohu anhu 9 oy saqlab o'ltirdi. Agar bu muddat ichida homildorligi ayon bo'lmasa, 3 oy iddat tutadi. Bularning to'plami 1 yil bo'lgan bo'ladi degan. Bu vaqalik muhojir va ansarlar bar so'rinda bo'lgan. Uningga hech kim e'tiroz bildirmagan. Yana boshqa olimlar umrining oxirigacha toki hayz ko'rguncha kutib turdi deb qaragan bo'lsa-mu, iddati uzrab ketsa, argimi, ayolg'imi nurg'un ziyon keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa, shundaqla Hazrati Umarning pichib qo'ygani bir xil ijmo bo'lg'achqa, keyingi olimlarning qarishiga qaraganda oldingi olimlarning qarishi eng muvofiq. Yuqorqilarga binoan bu ayol 3-chi hayzni ko'rmagan ahvolda texi iddat ichida bo'lgan bo'ladi. Agar taloq raj'iy taloq bo'lgan bo'lsa, bu muddatda eri xolisa amriga qaytarib olaydi. Bu iddat ichida boshqa hech kim u ayol bilan to'y qilish uchun ya ochiq ya yapti so'z ochsa bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 105-nomborliq fatvo.